Nичего себе. Bu yoqda ekan-ku zo'ri. Uxti. Ochamiz. O'rtoqlar, agrover ekin maydonlariga keldik. Urug'lik kartoshkalarni ko'rish jarayoni. Qani bismillah. Uxti. Mana. Bitta ko'ringlar, kustni oldik hozir. Nima edi? Flamingo. Rossiya seleksiyasidan bu. Mashallah. Kompaniya Flamingo nomi. Buni tagida yana bo'lishi mumkin hozir. Hali qazimadik. Shunchaki ochdik. Yaqinroqdan ko'rsatinglar, keyin buni qaranglar. Ob'yomini bilmoqchi bo'lsanglar, mana yonlarida turibdi. Bilmadim, hozir bitta palakda ochdi. Bitta palak. Bitta to'p endi ko'p shoxlangan, katta urug' ekilgan. Eski urug'lar ham bor ekan, taglarida ham bor ekan hali. O'rtoqlar, bu hammasi emas ekan. Shoshmanglar, halol bo'lsin-da hammasi. Xo'p, yana bor bo'lsa, mana chiqyapti, hammasi bor. Xo'sh. Bu menimcha ishda tugagan shekilli. Demak, mana shu yerga qo'yamiz. Mana endi katta kichigini hammasini borni qilyapmiz hozir. Yonboshlarida ham bor ekan, o'rtoqlar. Mana oltin qoziqdek bir lapatkani o'zi. Uni tagida yo'qmi? Lapatka ham kartoshkaga qo'shib ketib qolmasin. Xullas mana o'rtoqlar. O'zingizlar hisob-kitobni chiqarib olaverasizlar. Kattalari ham bor, o'rtacha va kichkinalari ham bor. Bilasizlar, agrover bir necha 10 yilliklardan beri xorijdan navlarni olib kelib, o'zimizda mahallashtirib, o'sha iste'molchilarga yetib boradigan kartoshkaning narxini, tannarxini arzonlashtirish bilan shug'ullanadigan korxona. Bugun biz keldik. Valodiya bugun bizga yangi navlar haqida ma'lumot beradi. Xudo xolasa, hozir oqlari ham bormi naryoqda? Ha, oqli ham bor. Hozir oqini ham bitta ko'ramiz. Keyin sizlarga Dodaxo'ja ma'lumot bo'ladi. O'tkazib yubormaysizlar. Qani ketdik. Bo'pti, o'rtoqlar, ikkitasi. Mayli, bundan aralash deydiganlar bo'lsa, baribir oxiri shu savol ochiq qolmasin.